Va nihoyat 5 oyda tayyor bo'lgan sarpolarimizni sizlarga obzorlarini qilib beraman. 8 ta Panera Luxe'dan qizlar, originali. Shunaqangi молочный svetidan 8 tadan 2 xil baxmalimiz bor. Xudo xolamiz uchun tilla rangda xameleon yakandozlarimiz 4 ta yostig'i bilan. Bu baxmallarimizni gotoviy 8 ta bordoviy yostiq qildik. Bu Luxe'imizga 10 ta kvadrat yostiq, 2 ta uzunchoq bolish, 2 ta yumaloq bolishlarini tayyorladik. Qalinligini qaranglar qizlar, qanaqa go'zal, nejniy. Bu baxmallar uchun 10 ta yostiq tayyorladik. Har bitta baxmallarimizni 2 tadan ko'rpasi, 2 tadan yopinchig'i to'shay bilan jami 4 ta ko'rpa, 4 ta yopinchiq to'shay bo'ldi. Bitta katta sarpo bo'ldi. Ilohim kelin poshamiz baxtli bo'lsinlar. Chiroyli holatda faqat yaxshi kunlarda ishlatsinlar. Bizim Marg'ilonda juda ham yakandozlar ko'p ishlaydi qizlar. Har bitta marosimda yakandoz ishlatiladi. Yoshi katta onaxonlarimiz stol-stulda o'tirisholmaydi. Mana mazza qilib oyoqlarini uzatib, shunaqangi chiroyli ko'rpachalarda o'tirishadi. Ko'rib baho bering, bemalol fikringizni kommentariyalarga yozishingiz mumkin. 12 ta viloyatga dastavkalarimiz bor. Siz ham bemalol zakaz berishingiz mumkin.